Mana bu baliqqa diqqat bilan qarang. Agar uning og'ziga bir siqim soch solsangiz, u shu zahotiyoq kesiladi. Hatto plastikni ham u osonlikcha bo'lib yuboradi. Bu baliqning nomi qizil qorinli piranya. O'zi piranyalarning o'tkir va qirrali tishlari menimcha ko'pchilikka mashhur. Aynan shuning ortidan u turli narsalarni osonlik bilan chaynab tashlaydi. Garchi piranyalar o'tkir tishlarga ega bo'lsa-da, ular Afrikadagi yo'lbars baliqlari kabi yirtqich emas. Ular asosan ham go'sht, ham o'simlik, hamda kichik baliqlar bilan oziqlanishadi. Biologlar piranyalar bilan birga suzgan tajribalari shuni ko'rsatdiki, ular insonlarga hujum qilmaydi. Qizil qorinli piranyalar ko'pincha Amazon daryosi havzalarida uchraydi. Ularni iste'mol qilish bilan birga bezak baliqlari sifatida ham saqlashadi. Shuningdek, ularni gul hamda qush bozorlarida ham topish mumkin. Yana bir kichik qiziq fakt: piranyalar odamlardan juda qo'rqadi. Agar ular kamchilik bo'lsa, o'zimizni tilda aytadigan bo'lsam, ular shunchaki to'dasiga ishonadi. Agar ular ko'pchilik bo'lsa, sizga hujum qilish xavfi katta. Lekin